4-chi bob bola ko'rsatgan tirishchanlikni muayyanlashtirishni o'rganib olishingiz kerak. Bir kuni dada bolalarni agashtirib, narsa kerak setib olg'ili talla bozorga bordi. Eng kichik qizi mal setib olish harvisining oldidagi bolalar o'rindig'ida o'ltirgan edi. U tuyuqsizla qag'ishlik qilib, yig'lab dadasiga barliq yaxshi narsalarni mal setib olish harvisiga solishni aytdi. Arqadilla qo'l yetadigan jihozlardagi narsalarni mal setib olish harvisiga silishga boshladi. U bir yoqdan narsalarni harvoq salg'ash, bir yoqdan texim kuchab yig'laydi. Dada bolaning yig'i ovozining odam tirnoq bilan to'skin totlagandan mubakrak bearam qildiganligini his qildi. U buni bolalarga aytdi. U nayt achchiqlangan holda qiziga qarab, "Shakichik, sen tanqidlanadigan bo'lding" deganda, kichik qizi nayt xo'shal holda kulib turib, "Meni tanqidla dada. Qani meni tanqidlamamsan?" dedi. Bundoq bo'lsa to'g'ri emas. U tirishib turib, tanqidlashdan saqlanish kerak edi. Biroq hozir u aksicha tanqidlashni orzu qilyotdi-ku, deb o'yladi dada. Dada nayt bearamlik his qildi va qizni sirtqa ilib chiqib, qaddini ruslab turib, bir necha eg'iz tanqidladi. Kichik qizchaq nayt tezla asli keldi. U o'zini erkin qo'yib, xushallik bilan dadasini quchoqladi. Qolgan bu bir kunda u nayt gap angladi. Dadasining kalasidan faqatla o'tmadi. Mening xatoligim zodi nima? U o'z-o'ziga savol qo'yadi. Dada bolalar bilan bir dova yeydigan narsalarni mashinaga silib uyga mangdi. Yo'lda mang'ach bolalar amal bar uning diqqatini tortmoqchi bo'lishdi. Biroq u boshdan oxir o'yga bitib mangdi. Cho'qim buningdanmi yaxshi amal bor. Tanqid qilishdan boshqa amal yo'q deb o'tirsam bo'lmaydi. Men cho'qim texmi yaxshi bo'lgan usulni deb chiqib, bolalar bilan chiqishib o'tishim kerak deb o'yladi. Biroq 1 minutlik tanqiddan iborat tez va unumli bo'lgan usulni bola boshqarishdagi birdan-bir usul qilib qo'llangandan beri burunga qaraganda ko'p yeniklab qolganiga u haqiqatan iqror edi. Meningcha cho'qim texmi yaxshi amal bor. Yaxshi oila boshliq bo'lish, bolani yaxshi tarbiyalashdan iborat bundoq oddiy emas. Men bolalarimning qayda yo'qsullik bo'lib qolmasdan, o'zlarida muvaffaqiyatga bo'lgan ishonchning bo'lishini hamda o'zlaridagi ortiqchiliklarni joriy qildirishni umid qilaman. Shunglashqa qanday qilishim kerak? Dada mashina haydagach bularni o'yladi. U oldidagi mashinaga qaradi. Mashinaning bexatarlik limidagi xatlar uning diqqatini tortdi. Bugun siz bolangizni quchoqladingizmi? Dada noyat hayronlik bilan shuni payqadi. Bu bir jumla so'zning uningga bergan tunji inkos bo'lsa, yo'q. Bu bo'lsa 1 minutlik tanqidning eng oxirgi bir bo'ligi. Hozir dada bolalarning maqsadini oxiri tushundi. U cho'ng o'g'lining yaqindan beri chiqargan chatiqining bargan sir ko'payotganligining, kichik qizning talla pasirda beshamlik qilib yig'ilganning sababini tushungandek bo'ldi. Mening barliq diqqatimni tortmoqchi ekanda, dada oxiri hammani tushundi. Bu eng yaxshi usul ekan. Uning ustiga mening quchoqlashimga hamda garchi vaqtni aram 1 minut bo'lsa-mu, mening ularga "Men sizlarni bak yaxshi ko'rman" deyishimga muyassar bo'la oladi ekan. Shuning bilan bir vaqtda u yana shuni es qildiki, bolalarning ifodasi nihoyat yaxshi bo'lgan chaqda u buningga nisbatan hech qanday ifoda bildirmaydi ekan. Hech nima yo'q. Bolasidan biri mashinani qalb qilishga boshlab, dadasining diqqatini tortdi. U bolasiga qarab kulib ketdi. "Nima kulsan dada?" deb so'radi cho'ng qizi. "Esimga o'zimga munosabat bo'lgan bir yumor kelib qoldi", dedi dada. U bolalarga va'da berib, "Bir ozdan keyin sizlarga aytib berman", dedi. U o'zining cho'qim aytadiganligini biladi. Arqadilla u yana cho'nqur o'yga patdi. Boshlanishida bolalar xatolik o'tkazmasa, nima uchun men cho'qim ularga biror ish qilib berman deb o'zini aqladi.
Ular aslida mushundaq adabli bo'lib, gap anglish kerak. Kichik chaqlarimda men nayt gap anglagan vaqtimdimi, ota-onam menga biror ish qilib bermagan-ku deb o'yladi. Arqadilla u nayt yaxshi bir usulni o'ylab chiqdi. Bu usul haqiqatan qaltis edi. Әтсіден башлап, балалар хата іш қылып, оның диqqatini тартмысымы болады. Оны хошал қылғыны әпті ақырдегі дәм әліш тәғи әмді башланға еді. Оның балалар үшін әр xil ішлерні қылып берішке вақты бар еді. Өйге қайтқаннан кейін, o çoğurak iki kızının oyunda oynayatqanlığını görüp, tuyuqsızla izlemekçi bolğan nərsini bayqı aldı. O, qızlar, bu yoqqa kelinglar deyişiga ikki qizi nayt qo'rqib ketishdi. Ikki qizi biz nima ishni xato qildik degandek bir-biriga qarashdi. Ular o'zlarining nimani xato qilib qo'yganligini bilolmagan edi. Ular xo'shaqmagan holda dadasining oldiga keldi. Bu bir necha oydan beri bolalar dadasi bilan xilil yaqinlashganligini his qilgan hamda uni barobar yaxshi ko'rgan bo'lsa-mu, uningdan yanada bir oz tab tatadi. Bayatdan beri qarasam, ikkinglar o'yinchiqlarni almashtirib o'ynab o'tibsizlar, dedi dada ikki qizning murilarini silab turib. Ikki qizi bir-biriga qarab kulishdi. Dadim kuldi va arqadallah, mening demoqchi bo'lganim, bu ishinglar meni qavatli xo'sh qildi. Bundaq ikki sehi qizimning bo'lganligidan baxtli xo'sh bo'lyapman. Bir oila kishilar bo'lganimizdan faxrlanman, dedi. Dada ularni bir-birlab bag'riga bosib turib, "Men sizlarni nihoyat yaxshi ko'raman", dedi. Bu ikki qiz turgan yerda dadasiga qarab turibli qoldi. Biroq dada hech nima demadi. Ular asta burilib maqdi. Gerçi nima ish bo'lganini bilib ketolmasmi, biroq ularning yuzida kulgi jilvildi. Ular nihoyat xushal bo'lgan edi. Balalar dadasining mashina haydab uyga maqach. Balalarning to'g'ri qilgan ishlarini tirishib bayqab olishim kerak degan qarorni chiqarganligini bilmaydi. Balalar biror ishni to'g'ri qila olsa, ularga 1 minutlik maqtash ilib berish. Buni dada o'zi ijod qilgan edi. Bu uning balalarga doimlik beradigan so'g'siq aylandi. Ikki qizning inkasini ko'rgan dada kulib ketdi. U o'zining qarorini bunchalar tez yo'l qo'yganligidan baxtli xo'sh bo'ldi. Bunda qilishim ularni bunchalar hayron qoldirgan bo'lsa, cho'ng o'g'limning inkasini bir ko'rib baqay, deb o'yladi. Dada shuni iqror qilmasa bo'lmaydiki, gerçi u cho'ng o'g'lining ba'zi qiliqlarini yanada yaxshi ko'rib ketmasa-mu, biroq cho'ng o'g'ildagi bu xil pozitsiyani keltirib chiqargan sabablarning biri dal o'zining uzun vaqt cho'ng o'g'liga e'tiborsiz qarg'anligidan ekanligini biladi. Uning o'tgan ishlardan bir-birlab kechirim so'rag'isi kelmadi. O'g'ildagi qabih pozitsiyaning shakllanishidagi mas'uliyatning hammasini ustiga ortib olishni texim xohlamaydi. Amaliyotda u bu ish to'g'riliq o'g'liga necha qitim natijali bo'lgan tarbiyalarni elib borgan edi. O'g'lining tabiatining aski emasligi uning nayt aniq edi. O'g'lining o'zligidan biror yaxshi ish qilishni kutishga nayt uzun vaqt ketadiganligini dada aniq biladi. Shunglashqa u bolasining to'g'ri qilgan biror ishni tirishib bayqashni qaror qildi. U bir tarafdan cho'ng o'g'liga 1 minutlik maqtash ilib berish fursatini kutsa, yana bir tarafdan o'z qilayotgan ishlarni analiz qilyotdi. Men bolalarning nima ishini to'g'ri qilganligini bayqash orqali ularning o'zlarining nayt yaxshi qilayotganligini his qilishiga yordam qilishim kerak. Uzun o'tmay bir kuni cho'ng o'g'li dadasining hujrasiga kirib keldi. Tanqiddan keyin andi-munda mungdashqanni hisob qilmaganda, dada bola ikkisi nayt az parang silishadi. "Mashinangni menga berib turamsan?" deb so'radi o'g'li nayt qo'pollik bilan. Dada, siz deganga o'xshash atalg'ular g'azab bilan to'lgan bu lug'atga kirgizilmagan edi. "Albatta bo'ladi", deb javob berdi dada bolaning o'ylamagan yerdan chiqib. Dada amdi qilmoqchi bo'lgan ishning o'g'ilni nayt hayron qoldirganligini,
Bulubmu dastlabida shundoq bo'lganligini biladi. Biroq u yendila o'g'liga gapni o'tilla deyishni qaror qildi. Oddiy bo'lgan haqiqat eng qoyil qilarliqdir. Faqat rostchilikla uni ishontirdi, deb o'z-o'zining samiga silib qo'yadi dada. Bularni o'ylaganda da o'g'lining oldiga keldi va o'g'lining mursiga urib turib, "Yenimga kelib mashina so'rag'uningga rahmat bolam", dedi. Bir narsani ariyat ilishdan burun egizning ruxsatini ilish nihoyat yaxshi odatdir. Ba'zi bolalar gap anglamasdanla mashina haydab chiqib ketadi. Bunday qilish nurg'un ovarchilik qilib keldi. Sen mendan mashinani so'rab, nihoyat to'g'ri qilding. Dastlabida bola nima deyishini bilolmay, faqat mujmal qilib rahmat aytdi. Dada kulimsirab bolaning biligiga urib turib, "Men seni pek yaxshi ko'raman", dedi-da, o'z o'rniga kelib o'ltirdi. Butun jarayonda bir minutmi vaqt ketmadi. Bola dadasining hujrasidan chiqib ketib berib, keyniga burilib dadasiga qarab qo'ydi. Bir minutlik maqtash mana shundoq un-tinsiz boshlandi. Ikkinchi kuni kechda bolalarning hammasi dadasidagi o'zgarishni payqadi. Biroq ular nima ishning yuz berganligini bilolmay qoldi. Kechlik tomoqdan keyin dada bolalarni bir yerga yig'ib, "Meningcha sizlarning nima ish bo'lganini bilganlar borg'u deyman", deb so'radi. "Shundoq", deb javob berdi kichik o'g'li. "Bo'ladi, undaqda men sizlarga aytib beray", dedi dada. U cho'ng qiziga qarab dedi. "Esingdimi umiqim? Yilqi kuni biz mashina haydab uyga qaytganda nima kulayotganligimni so'ragan edingiz. Men shu chaqda esimga o'zim to'g'riliq bir yumor kelib qoldi degan edim. Esimda, siz tehi bizga aytib berishga ma'qul bo'lgan edingiz", dedi cho'ng qizi. U o'zining bir eg'iz so'zni dadasining esi tutib olganligidan nihoyat xushal bo'ldi. "To'g'ri, u kuni men mashina haydab o'tib, sizlarning ifodanglar yaxshi bo'lgan chaqda o'zimning sizlarga ancha diqqat qilib ketmaganligimni, faqat sizlar xatolik o'tkazgandilar, ondan sizlarga diqqat qilganligimni o'yladim." Buni aytib bo'lib, dada kulib ketdi va "Men bu ishlarni o'ylayotgan chig'imda sizlarning oranglardagi birsi tehi sho'xlik qilishga boshlagan", dedi. Bolalarmi kulib ketdi. Arsidagi biraylan tehi o'zini bosolmay qaqahlab kulib ketdi. "U chaqda menmi kulib ketdim", dedi dada gapini davomlashtirib. "Chunki bu bizning oiladagi masalani tushuntirib berdi. Men sizlarga diqqat qilmagan chaqlarimda sizlar nima ishlarni qildinglar?" "Men inim bilan takalashdim", dedi bir qizi iqror qilib. "Sizlarning ifodanglar yaxshi bo'lgan chaqda mening sizlarga diqqat qilishimni xohlamsizlar. Undaqda nihoyat yaxshi bo'ladi", dedi boya gap qilgan qizchaq. "Burunroq mushundoq bo'lsa bo'ladi", dedi cho'ng o'g'li g'o'tildab turib. Uning ovozi nihoyat past bo'lsa-mu, biroq ko'pchilikning hammasi uni angladi. Dada norozi bo'lgandek cho'ng o'g'liga qaradi. "Kechiring, nihoyat afsus", dedi cho'ng o'g'li. Butun uydagilar hayron qoldi. Chunki bu uning uzundan beri birinchi qatim muloyimlik bilan dadasiga gap qilish edi. Demak, u o'zgarishga boshlagan edi. Dada kulib turib, beshini lingshtinicha rahmatini bildirdi va andin, "O'g'lim, deganing xato emas. Aslida baldırroq mushundoq bo'lish kerak edi", dedi. "Meningcha sizlarmi birga bo'lgan chaqlaringlarda o'zaro bir-biringlarni afv qilinglar. Boshqalarni o'zinglarga qanday muomala qilsin desanglar, o'zinglar boshqalarga shunday muomala qilishinglar kerak. Sirtdagi jamiyat nihoyat rahimsizlashib ketdi. Bizning o'zimizning uyda jidallashib o'ltirishimizning hojati yo'q. Agarda biz uyda boshqalarning nima ishlarni to'g'ri qilganligini tirishib bayqab olsak, ko'pchilik o'zaro nihoyat inoq o'tgan bo'ladi." Hech kim so'g'an surmadi. Ammo hammasi ko'ngilda qoyil bo'lgan edi. Agar hammamiz o'zimizning nima ish qilayotganligimizni bilgan bo'lsak, kunlarimiz nihoyat xotirjam va texim xushal o'tgan bo'ladi, dedi dada. "Shunlashqa, ifodanglar yaxshi yoki nachar bo'lsin, men amalning barcha buni o'zinglarga his qildiraman.
Agar men sizlarning ish harakatinglardan rozi bo'lmasam, sizlarga nayt ochiq qilib aytaman, dedi dada. Siz bizga bevosita ayting, dedi kichik o'g'li. Ko'pchilikning hammasi kulishib ketdi. Dadasi kulib turib, yaqindan beri ishlarni xuddi kasb ahlidirek qilyapman. Shundaq-ku ha, dedi. Shundaq, siz nayt yaxshi qildingiz dada. Rost gapni qilsak, buning bizga bak foydasi bo'ldi, dedi cho'ng qizi. U berib dadasini quchoqlab turib, men sizni nayt yaxshi ko'rman, dedi. Ko'pchilikning hammasi undimidi. Biroq har bir odam bu o'yining muhabbatga to'lganligini his qilishdi. Oxirida dadasi, rahmat suyumligim, bu meni bak xushal qildi. Bilishingiz kerak, menmu boshqalar tarafidan maqtilishni yaxshi ko'raman. Chunki dadanglarmi odamda, dedi. Bu ballar asaldan o'ylab baxmagan masala edi. Kichik o'g'li kulib turib, dada, men bu amalni yaxshi ko'raman. Bir minutlik maqtashni yaxshi ko'raman, dedi. U gapini tugatib bo'lib, bir oz o'ylab olgandan keyin dadasining oldiga kelib, kichik qo'llari bilan dadasining kang murisini quchoqlab, ko'ziga tikilib qarab turib, bizga burunqidan ko'p so'zlaydigan bo'ldingiz, dada. Amaliyotda siz bizga cho'nglarga muomala qilgandek muomala qildigan bo'ldingiz. Men sizga o'zimning ta'sirotini aytib bermoqchi. Meningcha bundoq bo'lsa, bak yaxshi bo'ldi ekan, dedi. Bolalarning hammasi kulib ketdi. Albatta, cho'ng o'g'lim buning sirtida emas edi. Ko'pchilikning hammasi buning bir minutlik maqtash ekanligini bilib oldi. Ular bu xil kayfiyatni nayt yaxshi ko'rgan edi. Arqadilla kichik o'g'li boshqin ovozda, men sizni nayt yaxshi ko'rman, dada, dedi-da dadasining chin quchoqladi. Dada o'zini bo'g'ilib ketgandek his qildi. Biroq bolalarga bildirmadi. U cho'nqir bir nafas ilib olgandan keyin kulib turib, rahmat bolam, menga kerak bo'lgani dal mushu, dedi. Dada bolalarga o'zining eng cho'nqir hissiyotni ifodalashni texi o'rganib bo'lolmagan edi. U o'zining doim tugdak bolalarning oldida hissiyotini o'z o'ylagandek ifodalab berolmayotganligini biladi. Biroq uning ashunda qilgan chaqlarmi bo'lgan. Bo'libmi, hozir ashunda qilish qatimsani barg'an ser eshib o'tadi. Bolalarning hammasi dadasining nayt tirishayotganligini ko'rib yetkashga uni barg'an seri yaxshi ko'rib qilyotadi. Dada hozir o'zining qaroridan nayt xushal edi. Ya'ni bolalarning yaxshi bo'lgan taraflarini aktivlik bilan bayqab, andin ularni bir minutlik maqtash. U bolalarning ayni chog'da bir minutlik tanqidning keyingi 20 minutini naqadar yaxshi ko'rganligini o'yladi. U o'zining hozirga qadar o'rganganlarini xulosalab qo'yishning zarurligini his qildi. 1 minutlik maqtash. Tuvandagidek bo'lgandila 1 minutlik maqtash nayt unumli bo'ladi. Birinchi, men oldin ola ularga agarda ular meni xush qila oladigan ish qilsa, ularni maqtaydiganligimni aytib qo'yaman. Men ularni o'xshash usul orqali menga muomala qilishga rag'batlantirman. Ikkinchi, men bolalarning yaxshi bo'lgan taraflarini tirishib bayqayman. Uchinchi, men bolalarga ularning nima ishlarni qilganligini tafsiliy aytib beraman. To'rtinchi, orqadilla men ularga ularning ish harakatlarining menga qanday ta'sir berganligini va meni nima uchun bunchalar xush qilganligini aytib beraman. 5. Men bir oz sukut turib olib, ularga ko'nglimni his qilg'izman. 6. Andin ularga o'zimning ularni naqadar yaxshi ko'rganligimni aytaman. 7. Eng oxirida men ularni quchoqlayman. Yoki bo'lmasa, mo'rilarni silab qo'yish orqali o'zimning ularga bo'lgan g'amxo'rligimni bildiraman. 8. Maqtash qisqa va iliq bo'lishi, oxirlashishi bilanla o'tib ketishi kerak. 9. Bolalarni maqtashga faqat 1 minutlik asmu, biroq ularga elib kelgan o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usi ularga bir umr foydalidir. 10. Bunday qilishimning o'zimga va bolalarga nurg'un foydali taraflarining borligini bilaman. Meningcha, men nihoyat qaltis.